Mana bugun biza tovuq qanotchalaridan mazali taom tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 1,5 kilo tovuq qanotchalari. Uni yuvib tozalab olamiz yaxshilab. 8 ta kartoshka, bitta piyoz, mayonez 2 osh qoshiq, kashnich ezilganidan bitta choy qoshiqda 1,5 choy qoshiq tuz, 1 qoshiq to'la choy qoshiq paprika kerak bo'ladi va qo'shimiz uchun yog' kerak bo'ladi. Ishi birinchi bo'lib tovuq qanotchalarini marinovka qilib qo'yishdan boshlaymiz. Buning uchun biz tovuq qanotchalarini kerak joylarini olib tashlab, ikkiga bo'lib olamiz hammasini. Mana tovuq qanotchalarini mana bunaqa uch tarafini olib tashlaymiz-dek, qolgan tarafini ikkiga bo'lib olamiz. Hamma qanotchalarimizni ham shunaqa qilib teng ikkiga bo'lib, uch tarafidan olib tashlaymiz. Buni uch tarafini ishlatmaymiz. Mana mayonez soldik, boyagi ziravorlarni solib, endi buni hammasini yaxshilab aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Mana marinovkamiz tayyor. Endi buni ustiga strech qilib, xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Bu orada mana kartoshkalarimizni teng ikkiga bo'lib oldik. Ularni hammasini yarim qoshiqni choy qoshiqda tuz sepib, qo'rib olamiz qizartirib. Piyozimizni pari qilib to'g'rab oldik. Ingichka pari bo'lishi kerak o'sha piyozimiz. Paprikani shirin paprikadan solamiz tovuqimizga. Endi hozir buni olib qo'yib, kartoshkamizni qo'rishni boshlaymiz. Kartoshkalarimizni hammasini ikki tarafini shunaqa chiroyli qilib, qip-qizil qilib, tillarang qilib qo'rib olamiz hamma kartoshkani. Mana kartoshkalarimizni hammasini qip-qizartirib qo'rib oldik. Balon olovda qo'rish kerak buni. Shunaqa chiroyli qip-qizil bo'lib pishadi. Qanotchalarimizni ham balon olovda shunaqa ikki tarafini qip-qizartirib pishirib olamiz. Mana hammasini qizartirib pishirib oldik. Endi qozondagi yog'imizni bitta idishga bo'shatamiz. Qozonimizni yaxshilab yuvib tashlab, o'sha idishdan keyin qozonimiz qurigandan keyin gaz yoqib qo'yib, anaqa tagidagi qoladi-da quyqasi, o'sha ustidagi yog'ni o'zini qozonga yana qaytib solamiz. Mana yog'imizni ag'darib oldik. Mana marinovkadagi kashnishlar hammasi yoqqa chiqqanlari qoladi-da. Keyin yuzasini o'sha toza yog'ni o'zini qaytib qozonga solib, ustidan kartoshkani teramiz. Qolgan quyqasi mana shu idishimizda qoladi. Mana kartoshkalarimizni terib oldik. Endi bunisiga nomiga tuz sepamiz. Keyin kashnich, zira ozgina sepamiz. Tuz kamroq sepamiz nomigagina, chunki kartoshkaga ham tuz sepganmiz. Qanotchalarga ham tuzla marinovka qilganmiz. O'shaning uchun nomiga tuz sepib, ustidan kashnich, zira sepamiz. Mana kartoshkamizni 2 qator qilib terib oldik. Har bitta qatoriga terishdan oldin tuz, zira, kashnich sepib qo'yamiz. Endi tovuqlarni ham xuddi shunaqa qilib ketma-ketlikda bir qator qilamiz. Ozginagina tuz sepamiz, kashnich, zira, shunaqa hammasini shunaqa qozonga terib chiqamiz. Mana hammasini terib oldik. Endi buni ustiga piyoz sepib, piyozni ham ustiga nomigagina tuz sepib qo'yamiz. Mana piyozni ham sochib oldik. Boya yuqa qilib to'rgan piyozlarimizni ham terish jarayonida gaz olovini past qilib qo'yamiz. Endi buni atrofiga 200 mg bitta stakan suv solib, past olovda dimlab qo'yamiz. 50 minutlarda tayyor bo'ladi. Mana atrofidan suv quydik, gaz olovini balon qilamiz. Qaynashi boshlagan zahoti pasaytirib dimlab qo'yamiz. 50 minutdan keyin ochamiz. Mana mazali qanotchalarimiz tayyor bo'ldi. Aralashtirib tashlamaymiz. Piyozlarni chetiga surib qo'yib, qoshiqda bitta-bittadan kartoshka mana qanotchalarni, keyin kartoshkalarni tarelkalarga qo'yib chiqamiz. Aralashtirsak kartoshkasi ezilib ketadi. Shuning uchun hammasini bittalab qoshiqda terib tarelkalarga terib chiqamiz. Mana shunaqa chiroyli shirin bo'ladi. Ustiga podlivasidan quyib chiqamiz. Juda ham mazali bo'ladi.